Salom bolalar, bugun yana men sizlar bilan va men bugungi videomda raid o'tkazaman. Xullas, men videomni boshladim. Demak, endi biz raid o'tkazish uchun piyoda to'g'risi umuman raiderlar o'tmaydi. Shuning uchun komanda orqali hozir raidni cho'qiramiz. Hozir raid berish kerak edi. Hozir xatoga tayyorlaymiz. Biz ham xatoga tayyorladik, endi esa qishloqqa kira olishimiz kerak. Yo'q. Ulgurmadik. Rastakhlogimizcha biroz vaqt o'tadi. Xullas, biz va nihoyat raidni taxlab oldik. Nastroyga o'zi ham 2 soat bashaladimi? Endi qayerdan bilsam reyderlar kelishi kerak. Qishlog'im necha payt bilmabdi. Mana bu yo'q payt bildim. Itlarni turg'azib olamiz. Mayli. Otni olib tashqariga chiqishga to'g'ri keladi endi. Mana biroz vaqt o'tadi. Men ularni topdim. Endi esa jangni boshlaymiz. Yana yo'nalishdan to'xtak. To'xtasi ana. Bittani ham uringlar itlar. Böyle. Minecraft disaster. Endi keyingisini kelishini kutamiz. Men ularni to'g'ri deguncha ikkita bo'libdi-ku. Ana. Sababi ham aniq bo'ldi. Ularni olib ketamiz. Shu qo'yonlar qayoqqa bo'lsa. Mana topilgani. Dasta. Ikkinchisi qani bu yo'qki. Shuncha aniq uriblarmi? Biroz qo'lini to'g'rilab olamiz. Yana bularni qidiramiz. Shular yana shu tarafdan hujum qilishyapti. Bilaman, o'zi qaraydimi, qaramaydi. Böyle itlar hal qiladi. Endi mana bu kattasiga navbat keldi. O'zi uriblarmi? Qo'lingdan kelsa urib bil. Olib ketamiz, otlar uchun kerak bo'ladi. Keyingi yana bitta raider qoldi deyiladi. Qayerda bilish mumkin?
Işkıl mana bir yoga tıkılıp koymayam. Yo da bitta görüşge tas koyuyor. Yok ya. Yo. En yukarı sayıdan başkaçadan payda bir şart mı? Yana kadar ekanmiz.